Bank foizi deganda nimani tushunamiz? Nima uchun ba'zi mijozlarga bank foizini yuqoriroq qilib belgilab qo'yadi, ba'zi bir mijozlarga esa bank foizi bir muncha pastroq darajada belgilab qo'yiladi. Xo'sh, bank foizi degani o'zi qanday tushuncha ekan va unga qanday omillar ta'sir ko'rsatadi? Birinchi o'rinda kelinglar ko'rib chiqamiz asosiy foizni formulasini. Har bitta bankda foizlar turli xil darajada belgilab beriladi. Xo'sh, bunga ta'sir etuvchi asosiy 4 ta omil. Birinchisi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarimiz. Inflyatsiya darajasi 1. Ikkinchisi Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasi. Uchinchisi resurs narxi. Chunki bilamizki, tijorat banklari asosan mijozlarni mablag'larini joylashtirish bilan o'zlarining faoliyatini amalga oshirishadi. Va keyingi yakuniy ko'rsatkichimiz foiz ta'sir ko'rsatuvchi bu risk darajasi. Qancha risk yuqori bo'ladigan bo'lsa, shunda bank tomonidan belgilanadigan foiz stavkasi yuqori bo'ladi. Xo'sh, risk qanday yuzaga keladi degan masalaga oydinlik kiritamiz. Noaniqlik darajasi qancha yuqori bo'lsa, shuncha risk darajasi yuqori bo'ladi. Noaniqlik qachon yuzaga keladi? Qachonki mijoz tomonidan so'ralayotgan kreditni maqsadi mavhum bo'lsa, qachonki uni shartlari aniq belgilanmagan bo'lsa, shunda risk darajasi yuqori bo'ladi.